Siyaset ilmida demagoji deydigan bir narsa var. Bunu İngilizce'de demagoji deydi, Türkçe'de demagoji deydi. Demagoji degan nima deganda, ko'rsizlar, masalan, Cumhuriyet Halk Partiyasini qo'llaydigan Turkiyada bir odam bo'lsa, boshqa partiyadagi bir so'z gap talashib qilib, yo munozara qilib, gap topolmaganda qanday qildi desanglar, Mustafa Kemal'ning askarlari bizda baqirib tushdi danglar. Anadikin MHP'lik birisi boshqalar munozara qilib gap topolmagan vaqtda shu ne mutlu Türk'üm deganga deb qo'pidi. Ma'u AK Partilik birsimi munozara qilib gap topolmagan vaqtida Osmonlining nevrisi biz deb qo'pidi. Buni demagoji deydi siyosatda. Bu nima deganda munozaraga kirishamaganda deydigan gap xalq to'g'rida bilib olgan shuar xarakterli gaplar bilan vaqirashdi. Hozir mesela biz bu munozara keling buni yozdik, 3 parchani yozdik. Meyri xata, meyri to'g'ri degan shaklda javob qaytarishning o'rniga Uyg'ur qini va Uyg'urlik degan bu demagojiya hozir bo'layotgan siyosatda ismi va buni deb qo'ymoqchiman.